Biovino nima va bu ibora qanday paydo bo'ldi degan savolni oldin javobini topa olishimiz shart. Biovino degan masala bu dunyo ilmida Fransiya paradoksi ham deb aytiladi. Boshlanishi Chernobil atom elektrostansiyasini portlashi bilan boshlangan. Nurlanish kasalligini yuqtirgan odamlarda davolash imkoniyati bo'lmaganligi uchun maxsus binolar tayyorlanib, o'sha bilan nurlanish kasalligini oldi olingan. Keyinchalik Fransiyada Flanzi boshchiligidagi bir qator olimlar Bardo vino akademiyasini tashkil etib, o'sha joyda biovino olish va o'sha biovinoning xususiyatlarini o'rganish bilan bir qator ilmiy ishlarni amalga oshirishadi. Xususan, biovino deb atalishini asosiy sababi inson organizmidagi nurlanishni akkumulyatsiya qilishi, rak va saraton o'smalarini inaktivatsiya qilishi, yurak qon tomir tizimini yaxshilashi, ayniqsa qon tomirlarida elastiklik xususiyatini rivojlantirishi va bundan tashqari insonni organizmida yig'ilgan og'ir metallarni hamda izotoplarni o'ziga akkumulyatsiya qilib olib chiqib ketishi. Mana shu narsalar ilmiy jihatdan asoslangandan keyin biovino deb turib fanga kirib keldi.